Mini котельный, щитовой. Обогреватель временный. Газовый котел. Turba. Turbalarga alohida e'tibor beramiz. Press fittinglarda, gazовый fittinglarda, как положено. Press fittinglarda kelgan. Mana sistema. Hali. Ishga necha? Zo'rmi? Zo'r. Shu bola. Buni oramiz o'rganamiz. Xo'sh, самодельный ручной. Xuddi ustani qo'llaridan chiqqan rekuperator, ventilyatsiya ustasi. Yevropada ishlagan mutaxassis. Ventilyatsiyani yaxshi tushunadigan. Damog'on. Bolalar eshik taqillatib qochishga to'ymagan bolalarimiz. Bolalar chalg'itish bilan ovora bular. Rekuperator. Kirishi. Ishlari. Ventilyator, rekuperator, podacha обратка, ключевой sistema qilingan. Turba 26 talik. Ключевой sistema qilingan. Metal plastik. Yaxshi, ketdi. Что? Тепловизор, европейский, наш шлеплёвка. Инженерский тепловизор. И тепловой насосimiz. Ulangan, как положено, simlari. Endi boiler qo'yamiz, и ulaymiz. Simlari hammasi turibdi. Shu gap. Teplовой nasos bormi, Toshkentda qo'yilgani, bo'lsa ko'rsating deyiladi. Odamlar gapirsa tushunmaydi. Har kim ham ruxsat bermaydi. Uyga kirib, syomka qilib, bunaqa obzor qilishga keladi. Ruxsat berganlardan endi ruxsat berganlardan bittasi. Shu bo'lsa ham, mutaxassis ustalar. Bo'lgancha ruxsat berildi. Mana qo'yildi. Shaharga Yunusobod. Katta chorraha. 5-chi детский больница oldingi eski. Hozir necha bo'lgan bilmayman. Infeksionniy bor. 17-chi kvartal. 14. Bu chorraha. Xonsaroyda. Mana teplовой nasos shaharda. Mana bor. To'g'riga, qiziqadi. Gaplashamiz. Energiya samaradorligini oshirish bo'yicha. Mana teplовой stansiya nasosga quyosh paneli bo'yicha. Bilasizmi?